Bu videoni hamma onalar ko'rish kerak. Mana bu pampersimizni va do'konda sotiladigan oddiy pampersimizni ikkalasini bir-biriga farqini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bu demak kundalikda do'konda olib ayollarimiz, bolajonlarimiz uchun ishlatadigan pampers. Bu esa bizni eng yaxshi 100% paxtadan bo'lgan mahsulotimiz. Mana ikkalasiga ham bir xil miqdordagi 100 grammdan oshiq suvni quyamiz. Ikkala pampersga ham bir xil miqdorda suvni quydik. 40 sekund kutamiz va bambuk salfetkamizni qo'yamiz. Demak, ikkala pampersga ham qo'limizni bosamiz. Mana shu pampersni onalarimiz bolajonlarimiz uchun ishlatayotganini mana o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Demak, eksperimentimizdan juda ham yaxshi o'tgan pampersimiz bu Greenleaf korporatsiyasining pampersi bo'lib, bolajonlarimizni sog'lig'ini asrashda va ularni umuman allergik xususiyatlarga ega bo'lmagan eng toza mahsulot. Mana shu kabi yana mahsulotlarimiz bilan yaqindan tanishishni xohlasangiz va bilishni xohlasangiz, blogimga obuna bo'lib, like va podpiska bo'lishni unutmang.